hukmdorim, menga qarzingiz bor. Sizdan nega qarzdor ekanman o'g'lim? Har kecha yotishdan avval Allohga duo qilaman. Kechasi tushimda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamni ko'rdim. Sallallohu alayhi va sallam. Ular menga Hamidimizga ayt. Har tunda aytadigan salovat va salom va zikrni kecha aytishni unutdi. Borib ehtiyojini undan so'ra dedilar. Nima dedilar? Hamidimiz Oling o'g'lim. Nima dedilar? Yana bir qaytaringchi. payg'ambarimiz tushimda menga Hamidimizga ayt. Oling. Yana bir marta ayting, nima dedilar? Hamidimiz Oling o'g'lim. O'g'lim, shuncha olganingiz yetmaydimi? yetadi podsho. Hoziroq qarzlarimni uzaman. Sal qolsa bor budingizni olib ketardi. Nimalar deyapsan, podsho? Vallohi billahi butun boyligimni, saltanatimni so'rasa ham berardim. Kecha tunda ishladik, podsho. Ish joyida uxlab qolibmiz. Salavatni unutibmiz.